Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar davomida poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan bir qator tezkor tadbirlar o'tkazilmoqda. Olingan tezkor ma'lumot asosida Mirobod tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan xolislar ishtirokida tumanda joylashgan xonadonlarning biri ko'zdan kechirilganda giyohvandlik vositalari yetishtirilayotganligi aniqlangan. Mana bu yerda giyohvandlik vositalari yetishtirilgan, tuvaklar yordamida yoritish tizimi, havo aylanish sistemasi joriy qilingan. Tasvirlardan ko'rishingiz mumkinki, bu giyohvandlik vositalari alohida e'tibor berilib, parvarishlanib yetishtirilmoqda. Mirobod tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limining ma'lumot berishicha, olingan daliliy ashyolar 12 tutni tashkil qilib, bo'yi 60 sm dan 170 sm gacha. Xonadonda shuningdek giyohvandlik vositalarining quritilgani, iste'mol uchun tayyorlab qo'yilganlari ham topildi. Barcha giyohvandlik vositalari xolislar ishtirokida daliliy ashyo sifatida olindi. Bu giyohvandlik vositalari o'rnatilgan tartibda ekspertizaga topshiriladi va natijasiga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Shuningdek, Mirobod tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan aynan shu hududda yana bir holat aniqlandi. Xonadon xolislar bilan ko'zdan kechirilganda uy sohibi giyohvandlik vositalarini yetishtirayotganligi aniqlangan. Tezkor vakillarni ko'rgan shaxs daliliy ashyoni suvga oqizib yubormoqchi bo'ldi, ammo bu ish bermadi. Xolislar ishtirokida bu xonadondagi giyohvandlik vositalari ham rasmiylashtirilib olindi va ekspertizaga topshirildi. Natijasiga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinadi. Ma'lumot uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 270-modda taqiqlangan ekinlarni yetishtirishga sud hukmi bilan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi, giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlarni qilish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o'tkazishga 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Hurmatli yurtdoshlar, agar siz ham giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining savdosi haqida biror bir axborotga ega bo'lsangiz, Stop Narkobot Telegram boti orqali murojaat qilishingizni so'raymiz. Shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi. Hurmatli yurtdoshlar, respublikamiz bo'ylab xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari davom ettirilmoqda.